Ha, bu to'g'ri. Ertaga yangiliklarni tomosha qilishni unutmang. Bekuntek, bu kichik muammo. Bekning oilaviy biznesi. Buni hozirdan boshlab senga qoldiraman. Mayli janob Du. Yaxshi hamkorlik. Hozirdan boshlab vandalizm va terrorchilikning ishi menga qoldirishingiz mumkin. Bundan xavotir olmasligingiz mumkin. Kaoshiba 6-asrning maxsus nusxasi. Odatda chekasizmi? Buni sigaretlarni. Sen kimsan? Bu yerga qanday kirding? Men ismim Ling Shuan. Sen o'zi kimsan? Oq oilani to'xtatgan o'sha xudbinmisan? Tansoqchiman. To'g'ri, sizning oilangiz Tog' va Ittifoq oilasi unchalik yaxshi emasmi? Bay oilasining ajablanadigan joyi yo'q. Oq villa yaxshi himoyalangan, siz qarib qolgansiz. Sizga uyatli holat-ku. Shoshiling suguruqni qaytaring, ayani sugurabni. Men sizga yaxshi vaqt beraman. Hozirgi kuni Tog' daryosi ittifoqi egallaydi. Shanxaydagi kuchning yarmidan ko'pini. Men uchun hamma narsa bosqichma-bosqich ko'tardim. Senga o'xshagan yigit ozgina mahoratga ega. Sen juda mag'rur odamsan. Ulardan esa ko'p narsa ko'rdim. Barchasi tamom bo'ladi. Ularning barchasi baxtsizlar. Bu yerga kelishimdan oldin sizga aytmoqchi edim. Men barcha simlarni kesib tashladim. Barcha simlar kesilgan. Agar ularning kelishini kutayotgan bo'lsangiz, sizga yordam berishlarini iloji yo'q, foydasi ham yo'q. Men allaqachon buni qilib bo'lganman.